Elim o vaxtida kelibsizlar, saqam kasallik kechikkan bo'lsanglar saqay ketdik deb. Chiqarma menga loyiq. Sen to'y qilib baq, uyni men yarasidan tutib bermadim. Sizlar chavaq chammisanglar. Menga o'ynab nim japa. Qizlar chidimig'idek bir nimaga aylantirib qo'yadi, sen iliq avliyo bo'ldi deb xo'goq aylantirib qo'yadi. Hozir hammadan modangni uqdi endi. Aslında tatlı tatlı. Qilgan Abdul Moligirin. Küldür küldür elni güldürer. Qizg'in alqishlarimiz bilan Molligirin Küldür Küldür programmamizning keyingi mahirini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hurmatli ustozlar, karxanchilar, ekran oldidagi ko'rurmanlar. G'uljidan kelgan yosh yetilayotgan chaqchaqchi Xalmurat Dilmuratdan hammanglarga o'tiq salom, oliy ehtirom. Bugun Küldür Küldür sahnasiga az bo'lsin, oddiy bo'lsin, bir qancha yumor chaqchaq olib keldim. Hammanglarningki yaxshi anglab berishini, qo'llab-quvvatlashni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Mushu bizning hamda mahallada ajoyib bir qiziq ishlar yuz berdi-ku. Mening bir og'aynam bor. Bu ajoyib Ushuq, Abdurim Ushuq deb qo'yamiz buni. Abdurim Ushuq bilan bir kuni men yozda cho'milab chiqayli deb, bu Abdurim Ushuq mening motorimni kayniga chiqib oldi-ku bu. Toz meni chaqay debdimi? Bu kaynimda o'tani oldimizdan bir mashin chiqqanini bilaman. Men 10 tarafga qochimda bir gullik kirib ketdi. Onu chiqib qarsam bu Abdurim yo'q, o yoqda ingrab yotdi. Basam qo'lning mundira hidi surilib ketdi. Qo'pay adash, bular cho'milgan mangdoq desam, doktorxonaga bersam meni dedi bu. Böyle munda qilsa bu kichikina sürüp ketganga cho'g'na qo'ymay so'kas o'ngishilib qoldi. Menga bular ya Zadbiga men doktorxonaga bersa, opamni sanga bersa, opersangmi bersa, qanday qilamiz endi bu ish qo'ygan ekan. Bo'ladi deb buni motorga besib doktorxonaga kelib nomerlarni olib akirsam, o mudir vrach akamiz qiziqga qo'lni u yoqqa, bu yoqqa o'rib qaraytib, "Elimi vaqtida kelibsizlar, saqam kasallik kechikkan bo'lsanglar saqay ketdik" dedi. Mushu bir zirafa dadasiga daqatdi. Dadam men Zulfiya zirafani yaxshi ko'ra qoldi. Degan dadasi deydi-ki, "Bala, xapimmisan, Zulfiya bilan to'y qilmagan bo'lsa." "Voy, nima bo'ldi dada?" "Voy, men Zulfiya zirafaning dadasi bilan so'qish qolgan qanda qudovachi o'laman. Faqat gap yegizaman. Ya dadam, men olaman, Zulfiya zirafaga o'lib birman. Men chad ashtam bilan to'y qilaman desa, dadasi, "Sen to'y qilib baq, uyni men yarasidan tutib bermadim" dedi. Ma'lumda qatnash Xalmurat akamlar bildi. Bizning G'uljininki bu yez rayonlarda motoni bek asos qilib paydaymiz. Yoshlar yamaydi deydi. Bir ashtaq bir og'aynisiningki dahshat qamlashib, dahshat yasigan bir joling motosi ekan, 6 alog'ina bir do'konda o'tiriblar. "Shakirmaymizmi" debdi-da bular. Bu 6si parang bilan iliq joling motoga minib, G'ulji tarafga qarab menibdi deydi. Eng oldidagi mayga eng oxiridagi suratga masulkanda, keyindagi deydi-ki, 120 ga chiqdi adoy. Alloh, 130, 140 kelgan chaqda bir tosh bosgan mashina bilan qo'shqachi usiblam, keyindagi 5 oldidagini gongsirg'il kirib ketdi-da. 60 pachoq ketdi. Qatnashning eng chong rahbar kelib qattiq xapilabdi deydi. Yo, qada degan gap bu. Qatnash qaysi ko'zga ilmabdi bular. Yo, 6 dam bir motoq menamda. Hozir uchir davri taqtinglar. Xalq naq maydonga kelib ko'rsin. 6 odam bir motoqqa minsa, oqibatining qanday bo'lganligini kelib ko'rsin desa, jilizi 8 bola bir motoqqa minib, yaqin ko'yga ketdi dedi. Zamanında bir akamiz endi to'y qilmay bir 39 kirib 7 oylik ish ketdi-ku bu. Bu uyda bir tal o'g'il kundi jidal bor. Bak boshqa ish yo'q. Dadasi deydi, "Balam, to'yingni qil." Ya bir qiz bolani tap elchi kirgizib to'yingni qilib mal qo'ydi, yomon sat o'tdi desa, bu bechora bola chiqidiki ko'rishib, ularni faqat kelishammi. Qanday bo'lib qoldi, bir kun aytdiganda 2000 qo'yib pulni qo'liga beribdi, bozor tarafga qarab menibdi. Tas ketib pas oldiga bir qapoq uchiribdi, burni tepsa, bulsin mallam orzuni amalga oshirgan bir deyi chiqib qoldi. Shuning bilan bu diva qat qo'shib ketdi. Qutuldirib oldim. Telefonni qanday emal debdi-da. Bu jon ikkita qo'shilib. "Ey, jinim diva." Jinim diva. Mende 3 talep yok. Bir de talep var mende. Oy, asanki dere. Qanday qilaman? Meni qizlar ko'z chidimg'idek 50 metr nerda mening yidimni puralig'idek. Men qizlarning osti o'tib ketsam,
Ah canım özen kettin, yedin ketmedi dep, kızlar çıdımıqdek bir nimaga aylandırıp qo'yadi, sayliq avliya bo'ldi deb qo'lga aylandırıp qo'yadi. Ma bizim məldə endi bir shu yaqı yoruq ubolarninki qarini tozalab, işte ish qildigan bir og'aynimiz bordi. Bizning 15 metr bir lapas var qishda. Menga qar tozalash faqat qo'shaqmay buni chaqirdim. 15 metr lapas var adash qanchaga tozalaysan desam, voy 100 qo'y beri adash dedi. 100 qo'yni berdim, o'zim bozorga chiqib ketdim. 2 soat ishim tugatib endi tozalab bo'lganda deb chiqsam, 20 ming tozalabdi, yeri bir yujak sanchi qo'yibdi-da bu. Yo'q o'zi. U yoqqa qarsam yo'q, bu yoqqa qarsam yo'q. Shuni ona to'xtatib deb do'qmish tarafga chiqsam, shimish chiqib o'tirdi bu. Yo'q, qonisan tozalabsan-ku. Bu qanday ish adash bu? Sen bu makulasan dedi. Bu nim buldun? Stema 100 qo'yang dedi. Voy nim bo'ldi desam, bultoq qavakan qosida dedi. Hakikaten. Xush geldiniz. Rahmat. Molligirin Küldür programımız arqılıq didarlaşdıq aldı bilan bir ehra aldidagi ko'rmanlarimizga salmoz yo'llaytamsiz. Salam, ihram oldidagi barliq ko'rurmanlar, hammanglarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Xalmurat Dilmuratdan sizlarga o'tib salom, oliy ehtirom. Albatta, aytdi, qizg'an bir yumurtani ekapsiz. Rahmat. Zapaspa degantingiz ne chiqsam, ash zappasini bir anglaytamdi. Zapasni mashlardan so'g'at ag'ash deyishimman. Ha, qo'y. Qarab baqma deydi. Ahvol qaraymiz. Bo'ldi. Ahvol yaxshi bo'lsa ekitidu. Albatta, bizning baholovchi ustozlarimizninki bahosini olib baqamdiq. Bo'ldi. Bu Xalmarat ilimiz anmış G'o'jada bir 50-60 tek chaqchaq chivashlarning eng kichigi. Kenjisi bu. Bu manda azroq gapdan tepibmiş, urumchik yaptı. Ondan intayin qo'shildim. Bu uyuğa yetib qoldi. Nayt umdan gapdan saqam. Editlar uqunishliq so'zlab berdim. Ba'zi bir gaplar bu yomur degansan uzun bo'lib kelsa adam kuldig'erda o'tib ketadigan. Qosqini qog'inda deydigan bir narsa emasmi? Nayt ravan so'zlab berdim. Rahmat. Buning o'zim texim tiray saqam. Rahmat ustoz. Rahmat. Bu nurg'un bizning bu programmaga shu yo'mirchi bolalardan bekchi qatnashdi aldingi sonlarda ko'p. Bizinglarni ko'rdinglarmi? Hammasining o'ziga xos Uslubu bor. uslubi var, xasligi var. Senin umurunu men rast bugün birinci qitim ozoda o'tirib anglashim. Nayt payzi so'zlab berding, obrazlarni shunday yaxshi yaratding. Yaxshi temalarni deb ekapsa. Rahmat saqaman. Gapni qisqaroq qilsak, programmamizga kelgan qatnashganingizdan xush bo'ldik. Rahmat. Rahmat. Ben bu çaqchaqchilarga gap qilolmayman, lekin nayt xush bo'ldim. Intayin bek men o'yin maydonida o'yin ko'rayotganda o'tladim bu inim so'zlaganda. Yangi biz men anglab baqmagan yumurlarni angladim. Rahmat. Rahmat ustoz. Bu da teximma o'zingni qo'yitib, teximma shu obrazliqroq qilib akilasa bir nomerlarni. Bo'ldi. Cho'qib tirishima. Yani bir nacın deydi. Deydi. Asılın bulduğu kaçık. Aslında hava mı ya, az mı? Men bu so'roqqa ko'jak sanchiqib ketmayman. Ben deyman şu G'o'jadagi chaqchaqchi şu san'atkorlarimizningki bo'libmi cho'ng ustozlarning şu keyingi ma shogirdlarga bo'lgan bir muomalasi men bek bir xil ta'sirlandim. Bir xil gandong deb qo'yamdiq. Bir xilki o'zining farzandiga, o'zining bir yaqin odamiga gap qilgandekcha bir xil haqiqiy bir ustoz, bir o'zining halqi tarbiyalayotgan xuddi davamlı terbiyelagandek mesela köymegenler bo'lsa-mu, shunchalik bir yaqinlik saqam deb bek mehribon bir xil gap qildik. Men shundan shunchalik suyundim, chunki men o'ylayman G'o'jadagi shu chaqchaq san'atkorlarimizningki buning keyingi istiqbolda zo'r umid bor ekan, ilm ko'ryapmiz. Bizning shu programmamizni betqamni nurg'unlagan shu G'o'jadagi yangi yetishayotgan sizlardagi yosh chaqchaqchi inalarimiz sizlardan bek suyunyapmiz. Endi o'ylasam shu shavkatkamni ko'rib, haqiqatan burunma jiq ko'rdik-ku. Shu sizlardan shundaq yuvishliqi munavvar bo'lib tarbiyalanishinglarda ustozlarimizning bek roli bor ekan. Shu ustozlarimizning umr uzun bo'lsin, salomat bo'linglar. Sizlarga mu texim utuqlarni tilaymiz, texim tirishinglarni. Rahmat. Rahmat. Chiroq bermoqchiman. Rahmat. Xalmurat, Dilmurat
Rost qiziqga yumurlaring. O'zing yaxshi so'zlaydi ekansan. Rahmat aka. Shu bu yumur so'zlashim bir hüner emasmi ayrimlar. Shu G'uljining bolalarida shu bir talant bor. Faqat ortiq gap, faqat bir ortiqcha tasvir olmaydi. Shundoq obrazliq paraqqa dikildigan yerini tomoshabinga tashlab diyalaydi buni-chi. Men yumurlarimni intayin yangi yaxshi yumurlarga sen cho'qim numar beramiz. Rahmat aka. Rahmat. Abay ustozlar degandek shu Küldür programmamiz yo'lga qo'yilgandan buyon shu G'uljidan kelgan nurg'un chaqchaqchilar, yumurchilar bo'ldik. Shu har biringlar kasanglar o'z oldinglarga bir ifodalash jihati ortiqchiliginglar bo'lgan-ku, bir-biringlar o'xshabmi qolmaydi ekan. Ammo shu tarafdan hammamiz intayin suyundik. Rahmat. Barliq ustozlar chiroq yoqdi. Albatta bizningki korxonchilarimizning mo ko'ngil so'g'isi bor. Programmamizning tayyorligini olgan Molligirin siliqlash maylari. Xalmurat. Xo'sh aka. Saqam. Xo'sh kelibsan. Molligirin Küldür programmasiga sağımı o'xshash nurg'un so'g'atlarni bagim bor. Endi asosli beradigan so'g'atimiz shu Abdul bo'lgandan keyin Molligirin Abdullar bilan mashina asrash mulozimni so'g'at qilsam. Buni bilsa yangi hayot kichik achaldagi safardashni shu yerga berib shu mulozimatdan bahramand bo'lasan. Rahmat aka. Qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Sağ olun. Yaxshimisiz? Xalmurat, yaxshi kelding. Xush keldingiz. Rahmat. Yaxshi yumurni elib kelibsiz, juda xush bo'ldik. Cho'ng ustam shirkatiniki bu ham xushpuroq o'zgartayotgan xogo yurishligidan bir yuz so'q qilsam, shuni qabul qilsangiz. Avaylab olsam. İçine açık vaqtida oltin uzuk balki mashina chiqib qolish ehtimoli bor. Aslında bir belge verip ettiğin. Ama gene uydakilarlar bilen. Siz bek qizitgan bo'lganki sizga chiqib qolish ehtimoli bor. Shuni. Ama çıkışta da beringlar şu. Chiqqanaman ijro qilamiz. Şoförlanmayma-da, avaylab hechqanday degani qirg'iz shu şoför va mashina. Astrayda Molligirin Abdullayev ayni-chi. Qo'yib kelsangiz. Rahmat. Sen yerin bak. Eğriz. Yerin bak yüz götküzü te bo'ldi. Sonra Razım aka, ne qilib pul bergan bo'lsang bo'ladi. Chataq yo'q, men anavla qolib qolsam, nimadan birini sov qilaman? Kumush uzukdan birini sov qilaman. Voy, Rahmat. Gözü kirib жүріп ақыр алдыңда. Programımız alaydı qolgan Sarkar öy cazları. Kelibsan Xalmurat. Rahmat aka. Saqam. Yumurlarni yaxshi hozirlandik. Sana shu farzandlarni kichik shuning uchun oilangdagilarning farzandlarning sog'lom cho'ng bo'lishi uchun Sakar elektr uskunalar shirkatimiz bozor sog'an 3500 yuan qiymatidagi mineral suv altida suv ishlab chiqaradigan oilaga ishlatilgan shu suv saplashtirishdan bir yurishni uyanga olib o'rnatib chastay qilib. Rahmat aka. Rahmat. Yaxshi mufkam. Yaxshi bizlar. Shuna xo'sh bo'ldik. Men Musanam shirkatimizning bir yurish shash asrash mahsulotlaridan sizga so'g'at qolay qabul qilgaysiz. Rahmat. Shunda xo'sh bo'ldi. Sen ko'p rahmat ukam. Sanama hamda mashina olmagan bo'lsang, bizning G'ulji bayondayda Jungchi VGV mashinasi o'rnidan mashina olmoqchi bo'lsang, faqat mashinaning pulini to'lab qolgan bütün rasmiyatlarni bitirib beramiz. Kesang bo'ldi. Buningdan boshqa bilgan sana yani qo'shma atirliq bir nasusum bor. Maxsus shu G'uljiliklarga beryapman bu nasusni. Bizga yozdiq chaqtaydi ekan. Rahmat aka. Xalmurat, xush kelibsan ukam. Rahmat. Yumurlaringdan, chaqchaqlaringdan shunda xursand bo'ldik. Kuldik. Men sana Şinjan Çindil şirketimiz Kozur Meslatı'nın qalb görüşümnikidən soğat qılay ko'nglimni qabul qilsang, uningdan keyin yana bir yumur desang, yana bir xil mas'uliyat. Zeylayipman. Qanday genci bormi? Mening yumrimdan ichida bir 6 bizlik chiqib qoldi-da. Bo'pti. Bir yumur deyapman. Tamam. Qo'nosimi? Konunu demey, ben bir teklif vereyim mi? Bu Xalmurat ukam ben anlasam şu CCTV 10. Cumhuriyet diyen işte Şipindağ'ın şu eli çakçaklarının ki şu maddi manevi miraslar katara kirgeninden bir ziyaretini kabul kılganda dövletildi bir yumur sözlep ki. Açtık mı? Şu yumurdan alıp bakmayalım mı?
有一天，有一个蝴蝶喜欢了那个蜘蛛，然后蝴蝶的爸爸妈妈不愿意，不愿意，天天觉得那这个蜘蛛喜欢不行。那个蝴蝶说的我喜欢为啥？爸爸妈妈天天给大家骂架的，为了比你别的。不行，我们不同意结婚不行，实在没办法。蝴蝶说了，呀咋了，爸爸妈妈？怎么了？他蜘蛛咋了？然后爸爸妈妈说蝴蝶的，他上网的说的。Kimdir piyoz topildi. Bir yurish ketdi. Rahmat. Yana bormi? Qaytgan deyishdi qoldi. Rahmat, sovutimni qabul. Rahmat. Bu da birinde hemen ilavamısı malacıma. Ben sizge Şinjan Qo'shnilar yuvish buyumlari cheklashtirib ishlab chiqargan Qo'shnilar markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan bir yuvish sovg'a qilay. Uningdan boshqa hemen shu bizning Qo'shnilar markasidagi yurishlik kesma cho'plardan bir yuvish sovg'a qilay. Yoqtirib iste'mol qilishingizni umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz, Xalmurat Dilmurat. Bizningki Fairlas markasidagi aman ko'z ro'shanlashtirish chopliqimiz bu eng olqishli ko'zlar mahsulotimiz bo'lib qoldi. Mushu mahsulotimizdan sizga men 2 yurish sovg'atlik qilsam. Rahmat. Xalmurat yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men bu Nazifa şirketining bir yurish chinqachilarini sovg'at qilsam, sizning yaxshi ko'rib ishlatishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Uydagilarim dedim, sizdan burun qochini menga seviting deydi. Rahmat. Nazifa qochuvchilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Men ifrana girimchiligidan yana o'xshashlar shu sazgur terilarni yaxshilaydiganga, terini suzildirib, teriga ozuq ato qiladigan, shu sizning ishlatishingizga mos keladigan teri asrash mahsulotlarini sovg'at qilsam. Rahmat. Xush geldiniz Xalmurat ilim. Bizning sizga ko'ngil sog'imiz bor. Bizning inoq oila yezilik taraqqiyot chekli shirkatimizningki yurishlik mahsulotlardan yaxshi setilayotgan mallardan bir yurish sovg'at qilsam qabul qilg'aysiz. Rahmat. Xalmurat yaxshimisiz? Sizga shu mahsulotlarimiz ichidagi yeshil yaproq sovg'atliq so'la yarmisidan bir yurish sovg'at qilaman. Qabul qilg'aysiz. Rahmat. Yani şu şahsat yığız boşluğu biz təminləyən 1000 yuanlik şu hem şu haksız davalanish kartısı bilen sizni təminləyəm. Əgər də özünüzün ihtiyacı bolsa, özünüz bolmasa, dostlarınız, urug'tuqalarınız Ürümçiyə şu Çinxuacanı bu yiliga ihtiyaç barki. Çinxuacanı bu yili Güzel Qaşteshi mehmanxonasining yanığa joylashgan şahsat yığız boşluğundan bir davalanishdan bəhrəmən bolsanız boladı. Rahmat. Rahmat. Xalmurat yaxshi mafkam. Men shu tabiiy jangal shortuzi va Qashteshi qatib ishlangan shortuz bellikdan bir tal sovg'at qilsam. Rahmat. Barlıq karxançılarning ko'ngil sovg'alariga rahmat. Albatta, mayli karxançılarımız bo'lsin, ustozlarimizning yaxshi bahosiga erishdingiz. Kelar qaytimliq programmamizda texnik tayyorlik bilan sahnamizda sizni saqlaymiz. Rahmat. Shu munosabat bilan mush fursatda barliq ustozlarningki, karxanchilarningki, ota-onalarimizning hammanglarningki tiniq salomatlik, ishlaringlarning o'ngishli bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xayr xo'sh. Sözlü son. Telefon 13 5 tane 9 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Moligirin. Küldür elni küldürer. Molligirin küldür programımızın ait yuqur kayfiyatı davamlaşatıdı. Onda xosa qizg'in alqishlarimiz bilan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qaldım səhnəyə Qarşı aldı xalayiq Boytaq qızlar içidə Çıxarmı mənə layiq Mən bir bolsam Moldovan
Bir zavutda ishlayman. Gap olmagan qizlarni qo'li qiyni tishlayman. Tirishchanlar yo'l topa, hamma yerda pul topa. Sizlar chavak chammisanglar, manga o'ynab nim japa. Men nasamni sap qilib, tutay seni kap qilib, yana qassang amrig'im, yutib olaman hap qilib. Tamdan tushdim pokkida, atlab o'tdim tokkida. Çakçak qilib qizlarga yiqilib tushdim pokkida. Sorun bo'ldi karamat, qizib ketdi alamat. Yana bir ko'rishkicha, tininglar bo'lsin salomat. Akımızga adık, şiiri qo'shaq tayyorlab kelgan qo'shimcha alimi o'qitasam, cho'ng sifat Esil akamiz o'sha Jirat Voyt akimizga bir bulut. Men naqshlarni aytganda ba'zi kishilar qarshi chiqdi. Jirat akamning sochlari Esil yashibdi. Onda olsam shu bizniki talantli aktyor adimiz Gül Jamal adamga bir chaqchaq. Yol bilmeyen karavalla yoldan asıl soraydı. Gül Jamal adam son maymunne naat isil doğraydı. Mesnevi. Şimdi şirketin ki baş lideri bu yakınca akamga bir çakçak. Sorap baksam ey aka nedirekt o yurtumuz sizge mekmi yazıp da kuyuğan bırtınız. Ya bir kuluk okşamagan yerlerge sonu koysak aş çıkıdı. Bu şu yaşıncı akamның beşiğe sebep kısak çay çıkıdı. Ondan sonra şu ahırda şu mollu giren maylarını bir bulut terbiyelep össem. Acep pek mi güzel iken Gulcularның sayları bazar tapsın bir ömür mollu giren mayları ustazlar rahmet. Sen bu oğal tarafını yazıp sen de. Ramile sizmiş oğal taraftan başlasınız da. Ayakına asasen. Modonu doğurdunuz, anadaki özünüz xalığallağa şeri çaqçaq yazıpsız, biz de xalımğallağa yazmadınız. Magi pon bulduk ya. Muşu modonu doğraydıgan mayırlardan bizden muşu küldür sayensiga 3. mayır mı değil mi? 3. mayır. Bir ağaynimiz geldi, andan otellik bir semiz bir balı geldi. Siz nereden? Aksu'dan. Hem de modonu doğrayatqanlar xeyli jek. Hem şu modonu doğrayatqanlarning hammasiga birli fikir berey. Charles degan apandi 1800-yilning oxiri, ha? Bundaki unda qilmagan. Ya, oxir ashay marg'uligi kelgan deyman. Yani bu adam aslında güldürgen bütün dünyanı güldürgen o. Bir qator voqealiklar bilan güldürüp qiladi bu adam hamda. Hamda bu adamni doğraydigan nurg'un adamlar chiqdi bizning vujudimi. Doğraydigan bolalar bor hamda. Mushu nim desem bo'ldiki. Doğrugan sira ojizlab ketib bordi bu modonlar. Hozir hamma adam modonni uqdi hamda. Aslında tatili taz koyamiz. Ya demek ki bunun
Hem de doğrusu mu hem de ben hazırki hareketlerden hem de böyle parak külki çıkmayıvatıdı. Aciz şu aciz. Ama modonunki de şudu. Hem de şu modon özü kısmı hazır külmezlik mümkün. Neymiş gereken külkünün ama seviyesi kötülüğü bazı. Bunun külmeydiğen bu gitti halkamızı mı şu? Şunlaşka hem de o aşağıda ketti hem bilimlerini kıkan şu mezgiller. Ağalarım bu şu değil mi? Kağın hem de modonun kağının bu şu hem. Bu şu aktı başka şey yok. Az olsun mu hem de? Az olsun bu şu. Hem de aş kendiniz şiiri çakçak kıldınız emez mi? Derecesi östürüldü ya. Şiiri çakçakla mı? Derecesi kötülük kettik canım hüküm. Hem de bunun gep kapıya kelse dep külmeydi. Gep şu kapıya kelse buldu ama kızık us buldu. Gep kapıyani kelttirdim ben bunun çokum küldü desek bu yine capat atıp kalmaz. Şunlaşka tırış. Bunun da keyin sahnelerge çıkıp kalsan izlenip bak. Rahmet senin bizim programımız kelginingge. Capat atıp sen. Hoş. Has nime tatip vereyim. Ruhi yaxşı. Ruhi yaxşı. Muşu işlağa özünün kızıkışı boğaşqa izlenip modunu doğraşmağa bek asayiş emas. Lekin abaya ustazlarına degandek sen doğravatkan aşı Charles Chaplin dige adam qanda kızık adam para. Bu bir qiziqarlıq hareketini özüdün başka bir adam doğrusa onundan bir neçesi aşırıp doğrusa andı şuna okşaydı bu. Muşu Charles Chaplin'i doğurmanlar demeyimiz. Yani devamlı başka taraflarda izlenişini umut kılmıyoruz. Doğru sanatımı muşu bir sanatның bir türü. Devirdençi biz alqıp ketken bolğanken hazırkı devirge maslaşmay qaldı demekçi. Hazır cemiyetimiz taraqqatıda, dövletimiz taraqqatıda nurgulluğan her türdeki qiziqçılık doğru sanatı bek kötürülüp ketdi. Şoňa üçin hem de bularning degenimiz çaqçaq bilen dedi emniyetde rast gap. Etrafımızda nurgul sanatkarlarımız var. Nurgulluğan yaxşı iş, yaxşı bir işler var. Şularni doğraş arqaly mı tamaşabiyanlarımızda bir aktif energiya berdigan, aniki küldürelaydigan mundaq bir numaralarni aytsangiz, bundan keyinki bizning küldür programmamızga sizin davamlı qarshi alamiz deb o'yladim. Başka işini mi doğruyalaydı mı? Kabiliyeti var. Şu. Şununla cepat atıpsiz. Sizin endi davamlı kelişingizni qarshi alamiz. Çırak yaqay. Mahmudjon, yaxshimi? Siz o'zingiz nima ish qilasiz? Özüm adette şu nakşi. Şu restoran, klublarda nakşi etimi. Şu men boyi shuni so'ramoqchiman hozir. Shu restoranda hozir shu numarni qo'shib o'rnayapsiz shundaqmi? Yuqorida ustozlar dedi. Bu Charles Chaplin degan bu odam hamda hammamizga tunishliq. Dunyoga donglik rejissor, aktyor, film ishligichi, u bir hamda dashi hamda bu odam. O odam hamda izchil mushu hozir mushu muzikaning ichidagi tekstni almashtirib mushkul narsani o'ynayotganmi? 20-30 yil qoldi. Bizning Shinjongda nurg'unlarchi. Amaliyotda u Charles Chaplin'in modun şiday deydigan kinosining oriyallari bu. U ham ba'zida intayin qiziqchi komediya bo'lsa, yana ba'zida intayin bag'ri yumshoq, odamni yig'iltalaydigan ayollar bor filmning ichida. O sizlar uchun doğurganlar çokum ancha-muncha o'rganishib beringlar. Bu obrazni agar yaratib, bu moduni ham doğrab o'ynaymiz desa, çokum o'rganish qilish kerak. Bugün qalay yaxshi o'rgangan, ma cho'ng sahna bo'lgan desa, buduq paydo bo'lib. Qal tayyorlig'idan bizak chekinib ketdi. Umi ba'du, lekin chongshin deymiz emasmi? Çokum bu ko'ni narsa hozircha bu. Shu muzikani ustim qilgan narsani vallahi o'ynab kelayotgan. Buni cheklamaymiz. Lekin doğrusak çokum ham o'xshamaydigan bir tarafini chiqsa qarshi elinibdi. Shu faqat oldinqilar mang'azini takrorlayapmiz shu hozir. Men demoqchi bo'lgan narsam shu. Shunga sizni rag'batlantirish yuzasidan men sizga chiroq yoqay, lekin kelar qatim navadashlar bo'lsa yuqorida ustozlar degan o'xshash. Zot komediya yerda. Ya'ni kuldirdigan yerim nada deb o'tirib ma'no qilish kerak, to'g'rimi? Ma'qul. Rahmat. Rahmat ustozlarga. Mahmudjon aka degandek, biz mush sahnada o'rindigan etudlar bo'lib qolsa, masalan, turmushda elindi, ham turmushda elingan bilan sahnada uni bir daraja ustiga ko'tarib, ko'ptirma holatda o'ynaymiz-ku. Do'rashmaymi shundoq, shuningga sizning japat atib shu Oqsudan bizning programmamiz qatnashish uchun Urumchiga kelibsiz. Rahmat sizga. Lekin Abay ustozlar degandek, texmo yangicha bir numar bilan bu sahnamizga kelishingizni qarshi olamiz. Unda bo'lsa bizning korxonchilarimizningki ko'ngil so'g'isini anglab o'taylik. Mahmudjon, yaxshimisiz? Men Şinjan Volkan Soğuk Çekiliş şirketiniki qurg'uvchisi Kerimjon bo'laman. Bizningki shu shirkatimiz ishlab chiqargan tabiiy jangal shortuzi
va shu qosh tishi ishlatilgan bizningki shortuz bellikimizdan bir tal sizga ko'ngil sog'is qilsam yoqtirishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Şu şahsat Yağız Başlığı doktorxanamız təminləgən 2000 yerlik Yağız Başlığı bütün davalaşlarga universal işletkili bulduğan 2000 yerlik davalaş kartısını soğuk qılma. Bunu işletiş ornu bolsa, biri şu hazır sizge qolaylık bolğan Aqsu'daki şu Vansanjiyada yani yenidən qurulub, həmdələ bir həftəli boldu iş başlanğılı. Şu u yerdə şahsat Yağız Başlığı ambulatoriyimiz var. Şu yerlərdə işletib, yöneticilərinizni asrab, şonlan məngü bizge bir külke ata qilishinizni umid qilma. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Ürümçi Yeşil Yaprak Soğutçak şirketimiz sizge Yeşil Yaprak markasidagi qora buğday sulu yarmisini hediye qilamiz. Qaytgandan keyin iste'mol qilib sog'lomligingiz uchun ishlatgaysiz. Rahmat. 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 Xush geldiniz Mahmudcan. Bizninki mu İnaq Aile şirketimizniki İnaq Aile markasida yürüşlük məsləhətlərimiz var. Şu məsləhətlərdən soxmaqlarımız var, gül qanatlarımız var. Şu yürüşlük məsləhətlərdən sizə mən bir yürüş sovqat qılay. Rahmat sizə. Rahmat. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Men sizga efranda girimchiligidan hozir er ayollarning o'rtaq ishlatishiga mos keladigan, teriga yiqishliq, teridagi sezgurlikni o'ngshaydigan, ozuq to'liqlaydigan, rahat baxshish shu teri asrash yuzi suyuqligimizdan, qora laylisi yuz chaplaqlardan bir yurish so'g'at qilsam. Rahmat. Xo'sh kelibsiz. Nazifa şirketimizmi bir yurish uchun qachilarimizdan so'g'at qilsak, yoqtirib ishlatishingizni umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bizning cho'ng ustam shirkatining ishlab chiqargan oila ulushkidan bir ish so'g' qilsam, so'g'imni qabul qilsangiz. Rahmat. Mahmudcha yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Şinjan Çindil şirketimiz bozorga salgan kozur mahsulotidan qalb go'hri ichimligi yani vitamin D qo'shilgan kalsiy tabletini so'g'at qilay. Tening salomat bo'lsin. Rahmat akbar. Rahmat. Mahmudcan. Moligren Kültür Kültür programmasiga yaxshi kelibsiz. Sizgami biz shu Aqsu Uchturpanda bizning Moligrenni vaqt yetishlikini yaqinda bezlayotdi. Shu yerdan mashinangizga Abdullah bilan bir asrash qilasınız. Ko'ngil so'g'aman. Rahmat. She'rga chaqchiqingizga. Rahmat. Abay ustozlar degandek, texmo bir yaxshi yangi nomerlarni müstaknimizga elib chiqishingizni umid qilamiz. Undan boshqa o'zingizning o'ylagan nomerlar bo'lib qolsa, programmamizdan aytadiganlar rejissorlarimiz bor. Shulardan o'rganib, maslahat elib, müstaknimizga kelishingizni umid qilamiz. Rahmat sizga, javob chekdingiz. Bundan keyin davomli shu ustozlarniki yaxshi teklif fikrini olib, bundan keyin davomli tirishma. Amallar rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Telefon 13 5 tane 9 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Moligren. Küldür küldür elni küldürer. Ehra oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Moligren Küldür Küldür programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.